Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli o'quvchim, yaxshimisiz? Bu videoda men sizga qanday qilib chet elda o'qib, soqqa qilishda 3 xil yo'lni ko'rsatib beraman. Tayyor bo'lsanglar, qani ketdik. Men o'zimni ozgina tanishtiray. O'zim Ne'mat Johir, top universitetlarga hujjat topshirish bilan 3 yillik tajribam bor va shu paytgacha 100 dan ziyod o'quvchiga ustozlik qilganman. Meni o'quvchilarim top universitetlarda bir qanchasiga hattoki 100% grant bilan ham qabul qilinishgan. Xo'p, bu videoda men sizlarga universitetlarga o'qishga kirish orqali va chet elda top universitetlarda o'qish orqali soqqa qilishda 3 xil yo'lni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Tayyor bo'lsanglar, qani ketdik. Xo'p, ko'pchilik talabalar mana bizning o'zimizda ham bor, chet elda ham xuddi shunaqa bir tushuncha bor. Talabalar singan, ya'ni bir kambag'al, qanaqadir Rolton talaba deyilsa, faqat odamlar xayoliga Rolton, Buxankanon kelaveradi-da. Aynan o'sha narsa chet el universitetlarida o'qiydigan talabalarga to'g'ri kelmasligi ham mumkin. Ya'ni chet elda ham xuddi shunaqa tushuncha bor. Talabalarga eng aholini bir kambag'al qatlami sifatida qaraladi ularda ham. Lekin siz bu videoni ko'rish orqali o'sha kambag'al qatlamning ichidan chiqib ketishni o'rganib olishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xo'p, birinchi yo'l mana chet el universitetlarida mana o'zi birinchi o'rinda dunyoqarashni ozgina to'g'irlab olish kerak. Siz chet el universitetiga o'qishga boryapsizmi? U joyda faqatgina o'qish bilan shug'ullanishingiz kerak emas. Ya'ni siz botanikka o'xshab faqatgina darsga uyga borib kelishingiz kerak emas. Siz faqatgina diplom bilan qaytib kelishingiz kerak emas. Siz chet el universitetlariga boryapsizmi? Tajriba, u yerdan olinadigan har xil foydalar, ularning dunyoqarashi, ulardagi bir yangiliklarni o'zimizga olib kelishingiz kerak. Uning uchun lekin siz faqatgina o'qish bilangina uni uddalay olishingiz iloji bo'lmay qolishi mumkin. Lekin agar siz o'sha talabachiligingizni, studentligingizda, o'quvchiligingizda to'g'ri maqsadda foydalansangiz, aynan shu narsa sizga pul keltirishi mumkin. Birinchi, qanaqa pul keltirish mumkin desangiz, birinchisi siz o'zingizni journeyingizni, ya'ni sayohatingizni kontentga aylantirishingiz mumkin. Tasavvur qiling mana. Bu nima degani deysa, tasavvur qiling, siz chet el universitetiga o'qishga kirdingiz, o'qiyapsiz. To есть siz juda ham aslida bunday o'ylab qaralsa, kuchli pozitsiyada turibsiz-da. Ya'ni qanaqa pozitsiyada? Ko'pchilikda qo'ldan kelmagan ishni siz uddalab qo'ydingiz. Ya'ni siz universitetga bordingiz, viza oldingiz, grant yutdingiz, kontraktga o'qigan bo'lsangiz ham siz chet elda ko'pchilikning orzusi bo'lgan ishni amalga oshirdingiz. Ya'ni siz chetga ketdingiz. Endi siz o'zingizning hayotingizni mana birinchi soqqa qilish yo'li hayotingizni bir kontentga aylantirishingiz mumkin. Masalan, nima qilishingiz mumkin? Chet el universitetiga o'qishga topshirishni o'rgatishingiz mumkin o'quvchilarga yoki bo'lmasa qanday qilib viza olishni o'rgatishingiz mumkin. Til o'rganish jarayoningizda bir kontent qilishingiz mumkin. Masalan, oddiygina YouTube kontent, YouTube'ga video olasiz, xuddi shunaqa formatda. Qanday qilib men chet el universitetiga o'qishga keldim yoki bo'lmasa chet el universitetlariga kelmoqchi bo'lgan talabalar yo'l qo'yadigan 3 ta xato degan bir title ostida bir video olishingiz mumkin. O'zingiz qilgan xatolaringizni, kamchiliklaringizni aytib berishingiz mumkin. Undan tashqari o'zi chet eldagi hayotingizni tasvirlab borishingiz mumkin. Masalan, universitetimda bir kunim deysizda, bir kun davomida universitetingizda nimalar qilganingiz, qanaqa fanlar o'qitilgani, nima ovqatlar bor, o'zi misol uchun halol, harom ovqatlarni bizda misol uchun musulmonlar ko'p yashaydigan universitetlarda o'qishingiz mumkin yoki bo'lmasa halol ovqatlarni deylik Italiyadan yoki Nyu-York shahridan qayerlardan halol ovqatlar topishim mumkin yoki qizlar uchun, yigitlar uchun xavfsiz bo'lgan universitetlar, xavfsiz bo'lgan davlatlar deb o'zingizni borgan davlatingizni, borgan universitetingizni kontent sifatida YouTube'ga yoki bo'lmasa Telegramga joylashingiz mumkin. Yoki bo'lmasa aynan o'sha kontentda yana nimalar qilishingiz mumkin deyilsa, talabalar borganda har xil bir qiyinchiliklarga duch keladi. Masalan, kvartira topish yoki bo'lmasa ish topish yoki bo'lmasa universitetga moslashib ketish va shunga o'xshash universitetlarda hujjatlar bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Aynan shu muammolar yuzaga kelsa, siz nima qilishingiz kerak degan bir title, ya'ni nom ostida video chiqarishingiz mumkin. Bitta narsa, siz yurmoqchi bo'lgan yo'ldan sizni mamlakatingizda yoki bo'lmasa agar o'zingiz tilingizda qilsangizda, agar ingliz tilida qiladigan bo'lsangiz, boshqa mamlakatlarda, aynan Amerikaga, Italiyaga bormoqchi bo'lgan millionlab yoshlar bor.
xuddi sizni yo'lingizdan yurmoqchi bo'lgan va siz o'sha yo'lda o'quvchilarga tushuntirib berishingiz mumkin. Deylik, kurs ochishingiz mumkin. Masalan, men o'zimga o'xshab universitetlarga hujjat topshirib grant yutishni o'quvchilarga o'rgatishingiz mumkin. Qanday qilib hujjat siz grant yutganingizni tasvirlab berishingiz mumkin. Kunlik hayotingizni, xatolaringizni, kamchiliklaringizni YouTube'ga, Telegramga, Instagramga doimiy ravishda joylab borishingiz mumkin. Lekin bitta narsani sizdan chiqarmang. Birinchi o'ringa siz soqqani qo'ymang. Ya'ni asosiy maqsad soqqa qilish bo'lib qolmasin. To'g'ri, mana shu yo'llarni qilsangiz soqqa kelish mumkin, lekin asosiy maqsadingiz insonlarga foyda keltirish, odamlarning muammolarini hal qilib berish bo'lishi kerak. Tushunarli-a? Konsultatsiya sotishingiz mumkin. Endi keyinchalik agar soqqa qilmoqchi bo'lsangiz, masalan, kurs ochib sotishingiz mumkin, konsultatsiya sotishingiz mumkin. Yana har xil, misol uchun kitoblar sotishingiz mumkin. Mening yo'lim degan kitob masalan-da. Sekin-sekin bu narsa auditoriya yig'asiz, ishonch hosil qilib olasiz auditoriyani o'rtasida va keyin o'sha tartibda ketaverganingizdan keyin pul o'zi kelaveradi. Ikkinchi yo'li mana, birinchi yo'l tushunarli-a? Shaxsiy hayotingizda kontent qilish. Endi soqqa qilishda ikkinchi yo'li qanaqa deyilsa, chet elda o'qib turib. Ikkinchi yo'li siz qanaqadir bir freelancerlik, ya'ni onlayn biznes qilishni o'rganib olishingiz mumkin. Deylik, bir qanaqadir skill o'rganishingiz mumkin. Qanaqa skill deyilsa, video yasashni o'rganishingiz mumkin, copywritingni o'rganishingiz mumkin, dasturlashni o'rganishingiz mumkin, sun'iy intellekt bilan bog'liq har xil vositalarni o'rganib olishingiz mumkin-da. Aynan o'sha, deylik, bitta sohani tanlashingiz kerak ketishingizdan avval. Deylik, dasturlash tilini bo'lsin, onlayn qilish mumkin bo'lgan ishni, tushunarli? Ya'ni sartaroshlik emas yoki oshpazlik emas. To'g'ri, u sohalar ham kerak bo'lishi mumkin, lekin onlayn o'sha chet el universitetiga ketganingizdan keyin zo'r sizga foyda olib kela oladigan sohalar mana shular. Video edit qilishingiz mumkin. Ya'ni kimdir sizga video olib bersa, o'shalarni edit qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa har xil post yozib berishingiz mumkin. Dasturlash tilini bilsangiz, misol uchun ilova, veb-saytlar yasab berishingiz mumkin-da. Tushunarli? Siz buni shunchaki tavakkal qilib ketaverishingiz kerak emas. Birinchi o'rinda uni o'rganishingiz kerak. Bitta sohani ushlab oling, mahkam. Deylik, dasturlashni siz kompyuter sayens yo'nalishi bo'yicha o'qimoqchi bo'lsangiz, dasturlashni o'rganib olingda. Dasturlashdan bitta tilni o'rganib oling. Masalan, Python. Masalan, front-endni o'rganing, back-endni o'rganing yoki full stack bo'lib oling. Keyin uni deylik har xil freelancerlik joylar bor. Masalan, Upwork degani bor, Fiverr degani bor. Mana shularga o'zingizni post qilishingiz mumkin. Masalan, meni qo'limdan ish keladi, soatiga $10 kerak menga deb. Sekin-sekin klientlar topasiz, keyin jamoa yig'ishingiz mumkin atrofingizda va shu orqali onlayn ham studentligingiz, misol uchun darsga borib kelaverasiz. Darsdan qaytganingizda bo'sh vaqtingizda shunchaki kompyuterda o'tirib qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni bajarishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa. Bu faqatgina qanaqadir bir pul topishdan iborat bo'lmasligi kerak. Muhimi insonlarga foyda keltirish. Tushunarli-a? Bu foydani kimlarga keltirishingiz mumkin? Har xil. Masalan, deylik, aynan mana shu freelancerlik veb-saytlarga qo'yilgan bo'lsa, o'sha freelancerlik veb-saytda hamma $20 ga qo'yib qo'ygan bo'lsa xizmatini, siz $10 ga qo'yib qo'ying. Mana arzon ish kuchi sifatida. Bu narsani misol uchun siz qilishingiz sizni o'qishingizga xalaqit bermaydi. Ya'ni misol uchun siz oshpazlik ham qilishingiz mumkin, lekin oshpazlikni vaqti sizni o'qishingizga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Agar onlayn daromad qilish yo'lini topsangiz, siz chet elga borib ish qidirib yotmaysizda, kompyuteringizda o'tirgan joyingizda o'zingizda skillingiz bo'lgan, o'zingizda bir qobiliyatingiz bo'lgan sohada tirikchiligingizni qilib ketaverasiz. Xo'p, endi uchinchi, mana va nihoyat ikkinchi yo'l tushunib oldingiz, qanaqadir bir hunarni o'rganing. Ya'ni hunar deyilgani dasturlash tili, video edit, AI, sun'iy intellekt bilan bog'liq botlarni yasashni o'rganib oling yoki shunaqa ishlarni qilishni o'rganib oling va o'shalarni orqasidan, skillingiz orqasidan pul topishingiz mumkin. Endi uchinchi yo'l mana ko'pchilik ignore qiladigan yo'l, bu lokatsiya, location. Chet elda bo'lish faqatgina bir sinfxonalardan iborat emas, chet elda o'qish yoki bo'lmasa faqatgina darslardan iborat emas. Siz aynan o'sha joyga borganingizda har xil insonlar bilan tanishasiz, ya'ni networking deyiladi.
ambitious studentlar bo'ladi, startup founderlar, opportunitylar, ya'ni imkoniyatlar sizni atrofingizda yig'ilgan bo'ladi chet elga borgan paytingizda. Endi bu ham borgan joyingizga bog'liq ko'p narsa. Masalan, Amerikaga boradigan bo'lsangiz, Silicon Valley bor. Meni orzuim masalan Stanford universitetida o'qish bo'lgan yoshligimda. O'sha nima uchun Stanford deyilsa, chunki Stanford aynan Silicon Valleyda joylashgan. Silicon Valley qanaqa joy deyilsa, u Kremniy vodiysi deyiladi. Hamma startaplar, bizneslar, biznes egalari, misol uchun Elon Musk deysizmi, Mark Zuckerberg deysizmi, o'shalarning hammasi yig'ilgan va ularning kompaniyalarini asosiy korpuslari, kampuslari yig'ilgan joylar mana shu Silicon Valley bo'ladi. Hozir men sizlarga Silicon Valleyni ko'rsatib ketaman shu joyda. Silicon Valley. Mana. Tak. Aynan shu Silicon Valleyda mana ko'rib turganlaringni YouTube'da asosiy korpus joylashgan. Mana shu joy Silicon Valley. Bu yerda mana Stanford universiteti bor, keyin University of California Berkeley kampusi bor mana bu joyda. LinkedIn bor, Yahoo bor, Google asosiy korpus bor, Apple bor, mana Netflix bor, Facebook, ya'ni Meta'ning kompaniyalari, Instagram, Facebook, WhatsApp hammasi mana shu joyda. Keyin Oracle bor, YouTube, xullas eng zo'r kompaniyalarda asosiy qismi mana shu Silicon Valleyda joylashgan. O'sha uchun men Silicon Valleyga borishni maqsad qilganman. Bu joyga borganingizdan keyin o'quvchilar faqatgina o'qish bilan cheklanib qolmaysizda, tushunyapsizmi? Atrofingizda startup qilaman degan, yonaman, butun dunyoni o'zgartiraman degan odamlar yig'ilgan bo'ladi. Va o'shalar bilan siz networking qilish orqali, ya'ni o'rtoq bo'lib olish orqali, o'zbekchasiga tanish bilishchilik qilib olish orqali dunyoqarashingizni oshirishingiz, misol uchun yoki bo'lmasa qanaqadir soqqali ishchi topib ketishingiz ham mumkin. Eng muhimi ular bilan o'sha to'g'ri networkingni, to'g'ri muomalani, to'g'ri bir aloqalarni o'rnata olishda. Xullas o'quvchilar yana bitta narsani hisobga olish kerak. Bu qilingan ishlarda hech qaysi amalga oshmasligi mumkin. Qachonki siz agar avvalo aytmoqchi bo'lganim nima? Bu narsalar amalga oshish yoki amalga oshmasligi sizni o'zingizga bog'liq. Agar sizni o'zingizda dangasalik bo'lsa, misol uchun faqat uxlab yotaversangiz, turib mehnat qilmasangiz, mehnat qilishga qiziqmasangiz, bu aytib bergan ishlarning hech qaysi o'xshamaydi. Tushunyapsizlarmi? Bularni o'xshashi uchun avvalo sizni o'zingiz turib harakatga kelishingiz kerak. Endi xullas o'quvchilar mana shu 3 ta yo'l sizlarga, bularni xohlaganlaringni o'zlaring qo'llashlaring mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz va kommentda qo'llab-quvvatlaymiz. Xo'p, o'quvchilar, oxirida o'zimni reklamacham berib ketay. Men o'sha universitetlarga hujjat topshirish bo'yicha o'qituvchilik bilan shug'ullanaman va men o'zimning kanalim bor o'quvchilar. Mana shu Javohir Ne'matov College Application degan kanal. Ne'matov Javohir deb yozsangiz chiqadi. Shu joyda men o'qituvchi o'sha universitetlarga qanday qilib siz grant yutishingiz, hujjat topshirishingiz mumkinligini o'rgataman. Kanalga qo'shilib, kanalda tekin darslarning ro'yxatini tashlab qo'yganman. Mana bu pin qilingan xabarlardan sizlar tekinga darslarni ham topishlaring va universitetlarga hujjat topshirishni mustaqil mana shu video darslar orqali o'rganib olishlaring mumkin bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosamiz, videoni yakunlayman. Hammaga rahmat.